Assalomu alaykum. Biz hozir Kartoshka maydonidamiz. Ushbu loyiha 2025-yil Xalq banki hamkorligida Namangan viloyati Uychi tumani Guliston MFYda 34-54 sonli kontur amalga oshirib kelinmoqda. Bu maydonga kartoshka ekilgan. Maydoni 10 gektardan iborat. Ekinlar zamonaviy usullarda parvarishlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida ekinlarni sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 50 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Loyiha samarali amalga oshirish uchun Abdumalik fermer xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 20 sotixdan bo'lib berilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda gektaridan 40-45 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Jami 450 tonna hosil yig'ishtirib olish rejalashtirilmoqda. Kelajakda bu dehqon xo'jaliklariga yer qo'shib beriladi hamda kartoshka hosilini ko'paytirish rejalashtirilmoqda.